Assalomu alaykum hurmatli ertaknavis bolajonlar. Mana men sizlarga bugun Zafarobod tuman axborot kutubxona markazida mavjud ertaklardan aytib bermoqchiman. Oliyjanob ayiqlar bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir ajoyib o'rmon bo'lgan ekan. Shu sababli bu o'rmon ajoyib o'rmon deb atalar ekan. Ajoyib o'rmonning eng oliy tabaqasi ayiqlar hisoblanar ekan. Bu yerdagi ayiqlar shunaqangi oliyjanob ayiqlar ekanki, ta'riflashga til ojizlik qilar ekan. Ko'rishayotganlarida bir-birlari bilan salomlashib, hol ahvol so'rashar ekan. Har kuni daryo bo'yida toblanishar, eng chiroyli xushbo'y gullarda tayyorlangan atirlarni surtib, ulardan go'zal hid taralar ekan. Kunlar shu zaylda o'taveribdi. Bir kuni o'rmonga bir arslon kelib qolibdi. Arslon ayiqlarning oliyjanobligini ko'rib, hayratdan yoqa ushlabdi. Ayiqlar shu darajada mehmondo'st ekanki, har kuni ovlagan baliqlarini arslonga olib kelishar va unga "Yoqimli ishtaha, osh bo'lsin Arslon og'a" deb qanday yumushingiz bo'lsa, tortinmay aytavering, xo'pmi? Siz bizning mehmonimizsiz, deyisharkan. Ayiqlar har kuni arslonga yegulik olib kelishar. Arslon ham yeguliklarni paqqos tushirib uxlar ekan. Hayvonlarni dahshatga soluvchi arslon har kunini uyqusirab o'tkazar ekan. Shu darajada semirib ketibdiki, natijada ov qilolmaydigan bo'lib qolibdi. Endi ayiqlar olib kelayotgan yeguliklarni yoqtirmay qolibdi. Bu baliq yaxshi emas, bu asal bemaza deb arslon nuqson topadigan bo'libdi. Oliyjanob ayiqlar arslonning bu munosabatidan jahllari chiqa boshlabdi. Biroq arslonni nohaq ekanligini qanday qilib aytish chorasini topa olishmabdi. Juda ko'p o'ylashibdi. Biz oliyjanob ayiqlarmiz, arslonni bu yerdan haydab yubora olmaymiz. Shunday bir narsa o'ylab topaylikki, uni xafa qilmasdan qilgan xatosini tushuntiraylik deyishibdi. Yoshroq ayiq biroz vaqt o'ylashni taklif qilibdi. Ertasi kuni hamma birgalikda arslonning yoniga borishibdi. Arslon uyqusirab, "Bugungi ovqatim qani?" deb so'rabdi. Yoshroq ayiq unga "Hurmatli Arslon og'a, taomingizni olib keladigan ayiq kasal bo'lib qoldi. Iltimos, bugungi taomingizni o'zingiz topsangiz" debdi. Arslon istamay rozi bo'libdi. Zo'rg'a yotgan joyidan turibdi. Ov qilish maqsadida atrofni ko'zdan kechiribdi. Shu payt to'g'risida bir ohu o'tib ketayotganini ko'ribdi. Uni tutmoqchi bo'libdi-yu, biroq necha kundan beri harakat qilmaganligi, bundan tashqari uyqusirayotganligi sababli ohuni tutolmabdi. Ohu sakrab yonidan o'tib ketibdi. Orqasidan esa quyon o'tib ketibdi. Arslon ularni orqasidan yugurib terga botibdi. "Eng yaxshisi daryodan baliq tutganim yaxshi" debdi. Lekin uni ko'rgan baliqlar tezda qamishlar orasiga berkinib olishibdi. Shu payt uni kichkina ayiq kuzatib turgan ekan va arslonga "Arslon og'a, agar xafa bo'lmasangiz, sizga bir narsa aytmoqchiman" debdi. "Mehmonimiz edingiz, shu sababli sizning xizmatingizda bo'ldik, lekin siz bu o'rmonga joylashib oldingiz. Shu sababli barcha ishlaringizni o'zingiz qilsangiz, ov qilish qobiliyatini yo'qotmasangiz, biz ham sizga yegulik tashib charchamasak, hamma o'z ishini o'zi qilsa." Arslon kichkina ayiqning gaplarini to'g'ri ekanligini ta'kidlab, "Birodarim, men harakatsizlik oqibatida shu qadar semirib ketibmanki, hatto qo'lidan bir ish kelmaydigan darajada bo'lib qolibman. Bu ahvolim o'zimga ham yoqmayapti" debdi. Shu kundan e'tiboran Arslon barcha ishlarini o'zi bajaribdi. Hech kimga ortiqcha yuk bo'lmabdi. Shunday qilib, oliyjanob ayiqlar ham, Arslon ham baxtli hayot kechirishdi.